Assalomu alaykum. Men Rustam va Rohat Murodillayevna. Bugungi mavzu ko'p ayollarni qiynayotgan savol. Tug'ruqdan keyin ko'krak osilib ketsa, nima qilish kerak? Avvalo shuni aytmoqchiman, bu juda keng tarqalgan holat. Siz yolg'iz emassiz. Homiladorlik va emizish davrida ko'krak kattalashadi, teri cho'ziladi, bez to'qimasi o'zgaradi. Emizish tugagach hajm kamayadi, lekin cho'zilgan teri o'z holiga to'liq qaytmaydi. Natijada osilish paydo bo'ladi. Ko'p ayollar o'zini ayblaydi. Emizmaganimda yaxshi edi. Sport qilsam qaytarmikan? Krem yordam berarmikan? Keling, real gaplashamiz. Krem va massaj osilgan ko'krakni ko'tarib bermaydi. Ular teri sifatini biroz yaxshilashi mumkin, lekin anatomik osilishni yo'qotmaydi. Sport mushaklarini mustahkamlaydi, lekin ko'krakni o'zi bez va yog' to'qimasidan iborat. Ya'ni sport bilan hajmni tiklab yoki osilishni yo'qotib bo'lmaydi. Demak, muammo nimada? Asosiy sabab terining cho'zilishi va ko'krak uchini pastga siljishi hisoblanadi. Tibbiy tilda bu massopeksiya, ya'ni ko'krakni yuqoriga ko'tarish operatsiyasi bilan davolanadi, ya'ni tuzatiladi. Ko'krakni yuqoriga ko'tarish amaliyoti nima? Bu jarayonda ortiqcha teri olinadi, ko'krak to'qimasi yuqoriga ko'tariladi, ko'krak uchi anatomik to'g'ri joyiga qaytariladi, shakl tiklanadi. Muhim jihati, ko'krakni yuqoriga ko'tarish amaliyoti bu hajmni oshirmaydi. Agar tug'ruqdan keyin ko'krak kichrayib qolgan bo'lsa va siz hajmni xohlasangiz, ko'krakni o'zidan, ya'ni hajm hosil qilinadi yokida implant bilan ko'krakga hajm beriladi. Ya'ni bir vaqtning o'zida ko'krakni yuqoriga ko'tarish amaliyoti bilan hajmni kattalashtirish amaliyoti birga qilinadi. Qaysi variant sizga mos? Bu individual baholanadi. Ba'zi ayollarda faqat osilish bor, hajm esa yetarli. Ularga faqat ko'krakni yuqoriga ko'tarish amaliyotini bajariladi. Ba'zilarda esa hajm kamaygan, yuqori qismi bo'shab qolgan. Bunday holatlarda ko'krakni yuqoriga ko'tarish amaliyoti bilan implant tavsiya qilinadi. Siz hali farzand ko'rishni reja qilayotgan bo'lsangiz, albatta operatsiyani kechiktirish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Chunki keyingi homiladorlik yana shaklini o'zgarishiga va ko'krakni osilib qolishiga sabab bo'lishi mumkin. Agar emizish tugaganiga kamida 6 oy bo'lgan bo'lsa va ko'krak holati barqarorlashgan bo'lsa, operatsiyani ko'rib chiqishimiz mumkin. Agar siz bu amaliyotni qilganingizdan keyin emizmoqchi bo'lsangiz, albatta bu sut kam kelishiga va hattoki sut kelmasligiga ham sabab bo'lishi mumkin. Bu amaliyotdan keyin chandiq qoladimi? Har qanday jarrohlikda kesma bo'ladi, lekin zamonaviy texnikalarda chandiqlar minimal va vaqt o'tishi bilan hech narsa bilinmaydigan holatga keladi. Eng muhimi to'g'ri parvarish. Reabilitatsiya qanday o'tadi? Operatsiyadan keyin maxsus kompression byuzgalterlar kiyiladi. Bir nechta hafta jismoniy yuklamalar cheklanadi, to'liq natija bir necha oyda shakllanadi. Eng muhim savol, bu operatsiya nima beradi? Bu faqat tashqi ko'rinish emas. Ko'p ayollar aytadi, men yana o'zimni ayoldek his qildim. O'zimga ishonchim qaytdi. Ko'zguga qarash yoqimli bo'ldi. Tug'ruq bu ayollikni eng ulug' jarayon, lekin bu jarayon tanada o'z izlarini qoldiradi. Agar bu o'zgarish sizni psixologik jihatdan qiynayotgan bo'lsa, buni hal qilish muammo emas. Muhimi to'g'ri va xavfsiz yo'lni tanlash. Agar sizda ham tug'ruqdan keyin osilish, hajm yo'qolishi, asimetriya, o'ziga ishonch pasayishi bo'lsa, konsultatsiyamga keling. Avvalo to'liq ko'rikdan o'tkazamiz, ko'krak shakli va teri sifati, hajm va sizni istagingiz baholanadi. Shundan so'ng sizga mos variant, ya'ni ko'krakni yuqoriga ko'tarish amaliyotini rejalashtiramiz yoki kombinatsiyalashgan plastika aniq reja asosida tushuntiriladi. Har bir ayolning tanasi individual, shuning uchun universal yechim yo'q. Mening vazifam sizga mos, xavfsiz va estetik to'g'ri natijani berish. Agar savollaringiz bo'lsa, izohlarda yozing va konsultatsiyamga yoziling. Men Rohat Murodillayevna, o'zingizni chiroyli va ishonchli his qilishga loyiqsiz. Video ostida men bilan bog'lanishingiz uchun ma'lumotlar qoldiraman. Albatta Instagram va Telegram kanalimga ham ulanib boring va meni kuzating.